Pampalyam seni qo'rqitib yubording odamni. Endi ovqat yeyolmaymiz. Nima deganing bu? U ana oshpaz kasal bo'lib qoldi. Nimaga kasal bo'ladi, yurchi? Hozir mana kechim yo'qqa. Oye, brat, tinchlikmi? Nima bo'ldi sizga? Salgina boshim aylanib ketib yiqilib tushdim. Menimcha issiqdan bo'ldi. Vashcha kun issiq bo'lyapti rostdan ham lekin. Nima bo'lishini endi bilmadim. To'g'risi men endi bu yerda ishlay olmasam kerak. Ishlolmaysizda bunaqa bo'lgandan keyin xotiningiz qani? Xotiningiz ishlab turardi. Xotinim yo'q. Endi biz nima qilamiz? Oshdan olamizmi ovqat qilib bermasangiz? Bilmadim. Jo'xa iltimos, meni joyimda oshpazlik qilib tur. Men ovqat qilishni bilmayman. Bir amalla iltimos yordam ber. Mayli, nimadir qilsam kerak. Bo'pti, unda men ketdim. Kasalxonaga bormasam bo'lmaydi. Juda ham boshim aylanyapti. Mayli, yaxshi boring. Obbo, xotini qayerda ekan? Xotini onasiga ketgan shekilli. Yaxshi, onasiga ketgan bo'lsa, ish qilib urishmadimi bular? Yo'q, urishgani yo'q, shunchaki aylanishib ketgan. Bizga davay ovqat qilib ber. Ovqat qilishni endi o'rganishim kerak. Bu yerda nima borligini men avval tushunib olishim kerak. Mana bu narsalar nima, hayronman. U tutunni tortadigan narsa, ya'ni ovqatdan chiqayotgan g'alati tutunlar bor, o'shani tortadi. Mana bu gaz plitani ustida turishi kerak edi. Kim bu yoqqa qo'ydi? Bilmayman, xullas shunaqa qilib deklaratsiya qilishgan. Yaxshi, bu yerdagi narsalar joyini bilmaysanmi? Adashmasam mana chap tomon chekkada, ya'ni sendan o'ng tomonga go'sht bor. Shu yerda ekan, pishirilmagan u. Pishirib sotasan-da, tentak. Tushunarli. Mana bu yerda non bor ekan. Bu yerda ham nimadirlar bo'lsa kerak. Yo'q, bu yerda hech narsa yo'q. Bu yerda esa pullar. Kassa shekilli. Bo'pti, men ketdim. Mayli, lekin mayli, mana bu yerda idish tovoq yuviladi. Bu yerda ham idish tovoq yuvuvchimi? Mayli. Hozir nimadir ovqat tayyorlashim kerak. Ovqat tayyorlashni bilmayman lekin. Oshpaz qani? Oshpaz yo'qmi? Men oshpazman, ke. Sen oshpaz bo'lding rostdan ham. Menga 4 ta non berib yubor. 4 ta nonmi hozir? 1 2 3 4. Nonni qanchaligini bilasanmi narxini? 5 ta izbrotdan sotib olayotgandim donasini. Unda mana senga 5 ta non, 4 ta non. Shunaqa, bo'pti, mayli. Rahmat, bo'pti, sog' bo'l, omad. Mayli, lekin bo'pti, mayli. Naylochi, endi sotib yubordik. Non ham o'zi nechta qopti ekan? 5 dona non qolgan. Agar non shunaqa 4 ta 5 ta ketadigan bo'lsa, tez tugab ketadi. Bu yerda tovuqlar bor ekan. Tovuqlarni ham olib kelib turib qovursam bo'ladi. Gaz plitani ishlashda o'rganishim kerak. Bu qani mana shuni bosdi yonami ekan? Yonmayapti-ku. Menimcha oldin nimadir qo'yish kerak shekilli, hech qaysi yonmayapti. Tabiatda pichoqlar bor ekan. Mana bu narsani ko'chirib, mana ustiga o'tkazish kerak. Buni hozir ko'tara olamanmi-ekan? Qo'lim bilan olib turib, bo'lar ekan o'tkazsam, u ko'chadigan narsa ko'chib ketar ekan o'zi bitta teginsa. Buni shu yerga qo'ysam, ana takoy bo'ldi. Havoni tortib ketadi-da, bu cho'tki narsa bo'ldi, qaranglar. Bu gaz plitaga narsa qo'yish kerak. Mana bu yerda narsa qo'ysa bo'lar ekan ichiga. Muzlatgichda tuxum bor ekan. Tuxumni o'zim olib kelib bergandim o'tgan galgi videoda, agar ko'rgan bo'lsanglar. Bo'ldi, boshqa narsa yo'q. Go'shtdan birorta pishirib ko'raymi-ekan? Mana shu bitta pishirib ko'rayinchi. Go'shtni nima muzlatgichga qo'ymagan, hayronman. Bu aynib qoladigan bo'lsa, keyin yetila olmaydi. Tuxumni yoniga qo'ymayin, tepadagi qavatiga qo'yib qo'yayim. Go'shtni qovurib ko'rayinchi, qani birinchi qatorga qo'ysak, bo'ldi, yondi, mana o'zi pishyapti. Rostdan ham ishlar ekanmi gaz plita? Men ham ozmoz bo'lsa ham tushunar ekanman. Tuz qani? Tuz solish kerak. Yo, avtomatik tuzlanganmikan? Tuzlangan ekan. Steak tayyor. Steak oladiganlar bo'lsa, steak sotamiz. Steak deb qo'yib qo'yayin. Yo, bu yoqqa qo'ymayman, to'xtanglar. Bu yerda eski go'sht turgandi, ya'ni xom go'sht turgan joyga qo'ymaymiz. Bu tomonga qo'yib qo'yaman. Hozir boraman-da, xullas qishloqlarga aytaman, kelaverasizlar, o'zim oshpaz bo'ldim deyman, sovunmi? Qo'l yuviladi-da, bergan sochiqda qo'lda artadi. Aytgancha, to'xtanglar-da, o'sha steakni olib borib, nima edi? Kasalga olib borib berkili, ya'ni nima edi? Oshpaz kasal bo'ldi-yu, hozir u shifoxonada davolanyapti. Olib borib turib bersam, tezroq nima bo'lishi mumkin? Tezroq tuzalib ketishi mumkin. Go'sht yeb turib, go'shtni tuzatmaydi-da. Endi baribir och qolmasin deb o'sha bitta pishirib ko'rdim, ta'mini bilib bering deyman. O'shanda bilib beradi. Shifoxonaga xush kelibsiz. Yaxshi, bizda shifoxona bor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jo'xa kel. Keldim. Ana u oshpaz qaysi xonada? Oshpaz birinchi xonada. O'zi bitta xonanglar bor-ku. Shunda so'ramasdan kiraversak bo'lmaydimi? Shu endi zo'r balinsa deb o'ylayapman-da, balinsalarni o'zi bitta xonasi bor-da. Mayli. Assalomu alaykum janob doktor. Va alaykum assalom. Keldingizmi eringizni oldiga? Keldim. Yaxshi kelgan bo'lsangiz. Yo, qochib tursanglar 1 minut o'tib olay. Brat, yaxshi bo'lib qoldingizmi? Ahvolingiz yaxshimi? Rahmat, Jo'xa. Yaxshiman, ukol berishdi, yomon og'ridi lekin.
Endi ko'l bo'lgandan keyin og'riydi brat. Shu desangiz, bitta go'sht pishirgandim, steak. Yeb bir ta'miga baho bermaysizmi? Bu kasalga go'sht yeyish mumkin emas. Mumkin emasmi? Unda siz yeb baho bering. Berchi yeb ko'raman. Mana yeb ko'ring. Oshtak. Sal tuzsiz bo'pti. Aytgancha tuz qanday sepilishiga tushunmadim. Tuz o'zi sepilgan bo'ladi, o'zi shunday tuzsiz bo'ladi bu ovqat. Tushunarli. Hozir qarang, 5 tagina non qoldi, keyin go'sht 2 dona qoldi. Nima qilay? Unda tovuq go'sht topki fermadan, keyin tuxumlarni qovurish iloji bo'lsa, tuxumlarni qovur, keyin qo'y top olsang, qo'y olib kel, keyin bug'doydan non qilish kerak. O'shalarni qilgan iloji bo'lsa agar pulingni beraman. Yo'q, pul kerak emas, brat, bo'pti, unda bergan ishlaringizni qilaman. Mayli, xohlasak xotinim yordam beradi. Yo'q, sizni yoningizda turishi kerak xotiningiz. Siz eringizga yaxshilab qarang, xo'pmi? Tezroq tuzalishi kerak. Xo'p bo'ladi, rahmat sizga. Arzimaydi, bo'pti, tuzalib keting, brat. Mayli, rahmat Jo'xa. Arzimaydi. Bo'pti, brat, sog' bo'lasiz. Mayli, kema, umuman kema. Mayli, shunaqa deydi. Endi kasal odam kemasin, umuman hech kim kasal bo'lmasin deyish kerak-da. Borib xotinimga aytib kelaymikan, yordam beradi. Aytib ko'rayinchi, yordam beraman desa agar olib kelamanda birgalikda ovqatlarni tayyorlaymiz. Endi mendan ko'ra xotinim normalroq ovqat qilishni biladi, to'g'rimi? Bu yerda bug'doy bormikan? Non qilishga bug'doy topib ketaman kakras. Xotin qaydikina onasinikiga ketib qolmadimikan o'zi? Shu yerda turgan emasmidi? Xotin qalingiz yaxshimisan? Yaxshi, o'zizam yaxshimisiz? Qayerlarda yuribsiz? Oshpaz kasal bo'lib qopti. O'shanga oshpazlik qilyapman kafeda. No'g'ay ovqat qilishni bilasizmi hali siz? Bilaman ovqat qilishni. Unda nega menga qilib bermayapsiz? Endi sen turgan joyga men ovqat qilmayman-ku. Bo'ldi, xullas o'sha kafega sen ham menga yordam bersang, birgalikda borib o'sha yerda ovqat qilardik. Bu yerga har xil odamlar kelar, keyin ular menga qarashsa. To'g'ri aytyapsan. Seni olib bormayman. Bo'ldi, sen shu yerda o'tir, uydan chiqma, xo'pmi? Aytgancha, jitellar keyin yomon ko'z bilan qaraydi-ku. O'shaning uchun olib bormayman, xotin uyda o'tirsin. Men o'zim hammasini qilib tashlayman. Hozir janob merdi uyiga borib, janob merda ham bug'doy bo'lsa kerak, adashmasam. Janob merdi uyidan bug'doylarni olib kelsam, yoki janob merdi uyda yo'qmikan? Xullas bilmadim. Qayerdandir ko'proq bug'doy topishim kerak-da, bug'doylardan non yasashim kerak. Nonni qanchalik ko'p qilsam, obbo kartoshkani nima aytib yubordim, kartoshka kerak emasdi-ku. Mayli, kartoshkani ham olib borayinchi. Kartoshkani ham pishirib bo'lsa agar kartoshkali ovqat qilsam ham bo'laveradi. 10 tagina bug'doy, 10 ta bug'doyda menga 3 tagina non bo'ladi. 3 ta non kanda, 3 ta non bo'lmasligi kerak. Kam bo'lib qolyapti 3 ta non. Mayli, nimadir qilib yuboraman. Hozir men yerda ham bug'doyim bor edi, adashmasam, o'shani ham olib ketaman qo'shib, keyin janobdan pulini olaman o'zim. Kartoshkani keragi yo'q. Bir stak bor ekan, shuncha bor ekan, hamma yetadi, bo'ldi. Всё, ketmonimni qo'yib ketang, ketmonni kerak yo'q. Lekin bizga bitta qilch kerak bo'ladi. Nima, go'sht olib kelishim uchun tovuq go'shti bilan qo'y go'shti topish kerak. Lekin qayerdan topaman bu narsalarni bilmadim. Mayli, hozir izlanib ko'raman. Tovuq go'shti tovuq fermasida bor, do'konda yo'qmikan? Brat, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizda xom go'sht yo'qmi? Yo'q, menda pishirilgani bor. O'sha kofedagi oshpaz pishirib beradi sotishga. Sizga beradimi olib kelib? O'sha menga beradi. Hozir men oshpazlik qilyapman, agar pishirib olib kelsam olib qolasizmi? Albatta, xohlaganing jobga. Bo'pti, brat, unda hozir olib kelaman. Mayli. Yaxshi, mana shu bratan, demak hamma narsani olib qoladi. Juda ham yaxshi ekan, mana yerda qo'ylar bor ekan. O'sha qo'ylarni olib kelaman. Birinchi o'rinda non pishirishim kerak. Bu yerda verstak bormikan-a? Verstak yo'q ekan. Uyimdan verstagimni olib kelman. Uyda bor ekan mana. Jitellar yo'q ekan, uydan verstakdan foydalanib turaman. Menimcha indamasa kerak. Tak, hozir to'xtanglar-da, nimaga 3 ga bo'linmadi? Mana sochib tashladim hamma yoqqa. Mayli, bunday qilib turib bunday qilamiz. Endi men qolganini ham bunday qilamiz. Bu yerda 2 ta ortib qoldi. Mayli, 2 ta hech narsa qilmaydi. 2 tani bularni verstakdan foydalanganim uchun uyga tashlab ketaman. 24 ta non bo'ldi. 24 tasini 5 ta izumruddan sotadigan bo'lsam, 120 ta izumrud bo'lib ketadi. Bu juda ham ko'p degani, zo'r. Endi bizga go'sht kerak. Go'sht olib kelaman borib, keyin go'shtlarni qovurib turib, olib borib mana bu do'konchi bratga beraman-da, pulni olaman. Yo'q, bizni Sherali jiyan qani? O'tirdi-yu, xabar olib chiqayin. To'xtanglar, quruq qo'l bilan borish yaxshi emas. Uydan 2 ta non olayin-da. Sherali brachkani ko'rib chiqaman. Jiyancha, janob merdi o'g'li, ismini Sherali qo'yganmiz. Oldingi videolarda ham aytdim, o'shalarga esinglarda bo'lsa agar. Xo'p. Assalomu alaykum yanga, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, Jo'xa, keling. Keldim. Bizni Sherali jiyan qalay? Yaxshi, gapirishni o'rgandi. Qanaqa gap gapiryapti? Bitta gapirchi. Bu gapirishni emas, chingillashni o'rganibdi-ku. Shunaqa xullas. Sizga non olib kelgandim. Men shu yerda shkafingizga qoldirib ketaman, 2 ta non olib kelgandim.
Ha, rahmat, baraka toping. Ha, mayli sizga nima rahmat. Bo'pti, yaxshi o'tiringlar. Mayli. Aha, mayli, sog' bo'ling. Endi go'sht olib kelish kerak. Mana shunaqa odamlar xursand ham qilib turish kerak. Yo'q, mana yerda qo'yni qaranglar, butun olamni qo'y yig'ilib kelganmi? Kakraz o'zi bizga ko'proq go'sht kerak edi. Yana bunisini ham badabang qilaman. Hamma go'shtlar badabang qilib olib chiqsam, omadda bitta tovuq qochib ketgan ekan. Nimaga qochib ketding fermadan? Ha, men seni nimaga qochding deyapman. Sen nimaga qochding? To'xta. Mana shu tovuqlar bor, o'tgan galgi videoni ko'rgan bo'lsanglar, fermada ancha pay yig'dim. Qochib ketyapti yaramaslar. Qani yana qayerda bor? Mayli, qo'ylar yig'ishtirib olay, keyin borib tovuqlarni fermasidan olaman. Yaxshi, to'xtang tog'a, siz ham keraksiz menga, siz ham kerak. Tog'ajonim o'zimda. To'xtang, tog'am o'zimda. Nechta bo'ldi? 13 ta. Mayli, yana bitta olayin yetadi shekilli. Agar ikkita go'sht bersa 15 ta bo'ladi. Nechta bo'ldi? Obbo, bitta go'sht berdi. Yomon qo'y ekan. Qora qo'yni o'ldirmayman. Mayli, kerak bo'lib turadi. Endi qora qo'ylar ham ko'paysin-da, zoddor bo'ladi. Bo'ldi, hammasi chotki, endi tovuq go'sht kerak bizga. Keyin hammasini birdaniga pishiraman-da, olib borib topshiraman. Endi ko'chaga chiqib ketgan tovuqlar yo'qmikan, ko'chadagilarni birinchi o'ldirish kerak. Ya'ni so'yish kerak, to'g'ri, go'shtini olish kerak. Men bug'doyni bittasiga berib yuboraman, to'xtanglar, men patni, menga nima keragi bor? Junam kerak emas. Shu yerda turaversin. Tovuqchalar, asalchalar, kimga bug'doy? Ha, senga beraman, mayli. Sen xursand bo'l, qolgani xursand bo'lmasin, mayli. Qolgani ham hamma endi birdani yaxshi ko'rib, "Ona tovuq, qalaysan? Yaxshimisan? Seni gavdang, meni gavdam tusoq." Nima deyapman, 806 tasi chiqadi, lekin boru. Kim men bilan ketadi? Kim grill bo'lishni xohlaydi? Senmi? Malades. Mana shunaqa mard tovuqlar ko'paysin. Boru men deyapti. Men deb o'sha o'zini mardlik bilan qarochi ko'rsatyapti. Men grill bo'lishni xohlayman. Sen ham grill bo'lasan. Davay, seni ham olib ketaman. Sen eshikda oldiga turganing uchun seni ham grill qilamiz. Bo'ldi, menga yetadi 7 ta grill. Sizlar ko'payishinglar uchun men sizlarga hozir sovg'a berib ketaman. Hammanglarga bittadan, ikkitadan bug'doy beraman. Qarang, birat. Bug'doydan oling onasi deb. Siz ham oling. Ikkalalinglar endi bitta jo'ja hosil qilinglar. Davay. Malades, jo'y qoch, endi jo'jachangga ham beray. Malades. Sen tezroq katta bo'l, xo'pmi? Sen grill bo'lishing kerak. Shuncha qora ko'zlama menga qarab tikilib turibdi. Qani, jo'jalar ko'paysin. Davay, hamma. Qaranglar hozir mana. Bitta, ikkita ketdi, 3 ta ketdi. Bo'ldimi? Mayli. Hozir mana. Shuncha jo'jalar yaxshi. Senlar, to'xta, chiqib ketsanglar, men senlarni ortingdan quvib yura olmayman, to'g'risi. Bo'ldi, mana shu yerda o'tirlaring. Endi boramanda bu go'shtlarni qovurib turib, olib borib tarqataman. Keyin klientlar keladi-yu, bu yoqqa ham o'zi. O'sha klientlarga ham beraman keyin. Pechkada pishirish uchun bizga ko'mir kerak. Ko'mir yo'q. O'shaning uchun gaz plitasini o'zida pishiraman. 2 ga bo'laman, mana yoqqa qo'yib, buni ham shuni 2 ga bo'lib qo'yaman. Tamom. Pishmayapti. Qanday pishirish kerak tushunmadim. Bitta pishirish kerak ekan. Vashti tushunmadim, lekin bor. Nima qo'yish kerak ekan? Qanday pishiriladi? Bittamikan yoki? Yo, bu steakni pishirar ekanda demak. Bu oddiy go'shtni pishirmasmikan? Mayli, hech narsa qilmaydi. Tovuqni go'shtini-chi? Tovuqni go'shtini pishirar ekan grillda. Bu tovuq go'shtini pishiramiz. Buni pechkada pishirish kerak. Ungacha mana muzlatgichda tursin, keyin pishiramiz. Bizda 2 ta tovuq tuxumi bo'ldi. Nonlar ko'p, yetarlicha bor, nonlar hammasi chotga. Nima bilan pishsa, olib borib tarqataman egasiga. Keyin yaxshi soqqa bo'ladi. Uni derazadan ochib qo'yish kerak, havo aylansin. Keyin hamma ko'rib kirib kelishi ham mumkin-da. Nima pishyapti, nimani hidi deydi. Keyin uni ochib bo'lmas ekan. O'zi chunki ochilmaydigan joyda qo'yilgan ekan. Bunisi ham ochib bo'lmaydimi? Bunisi ham ochib bo'lmas ekan. Bo'ldi, endi go'sht tezroq pishsa tarqataman.